Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythondan asosiy 22-chi qism darsiga xush kelibsiz. Bu qismliqda biz stringninki format to'g'risida texnik tafsiliy to'xtalamiz. String formatting to'g'risida. Bu nima degan gap desanglar, biz oldin qismliq darsda, ya'ni input funksiyasi o'rgangan. Masalan, birisidan ismini kirgizsa, biz qanday qayta so'ray olamiz. Yaxshimisiz faloni deb. Masalan, name inputga enter your name please. İsmingizni kirgizing. Desa qanda qarshi taraf ismini kirgizdi shunaqa. Endi biz buning asosan qanday qilamiz? Masalan, yaxshimisiz faloni demoqchi bo'lsak qanda name enter your name. Masalan, Mahmud desak, hello Mahmud demoqchi. Endi bu boshqa program tillari, masalan, Java'ni o'rgangan bo'lsak, bu qo'shish belgisi bilan o'zaro formatlash to'g'ri bo'ldi. Lekin bu Pythonning haqiqiy formati emas. Pythonning qanday? Bunga o'rganmoqchi bo'lganimiz percent belgisi s. Mana bu shunga o'xshashlan 5-qurdagida qanday formatlashtira oladi. Ya'ni ismingizni kirgizing shunaqa. Hello miyaga percent s, onun keyini qanday? Percent belgisi name. Ma 5-qur bilan 7-qur o'xshash. Hello nima? Enter your name desa qanday? Mahmud, hello Mahmud deydi. Kirgiziladi o'xshashlar. Onundan başqa, ma'nodan başqa sizlar Pythonning nashrini tushirgan chaqda 3 ta 6 dan yuqori tushirgan bo'lsanglar, yana birsi bor. Yana bir formatlashtirish usuli bor. U qaysi etsanglar? Hello. Ma cho'ng tirnoq. Ma'noning ichiga qanday? Qaysi o'zgargich ism bo'lsa, masalan, ma'noning name. Ondan bu formatning qisqartirilishi qanday? F. Kirgizimiz Pythonning 3 ta 6 dan yuqori nashrini qo'llaydi. Yurgizsak, enter your name Mahmud. Name Mahmud is not defined deydi to'xtanglar. Enter your name Mahmudjon. Hello Mahmudjon. Bu ikisi qanday? Amaliyot bu uchlisi o'xshash, lekin Python'ninki formatlashtirish ma 3-chisi. Ma keyingi ikkisi. Ammo bu intayin qulay. Masalan, biz birdan ortiq mana shu harakat o'zgarish miqdori kirgizmoqchi bo'lsak-chi, ma'noga yishini ismini so'radi shunaqa. Masalan, endi yishini age input enter your age yishingizni kirgizing demoqchi. Kirgizsa bu hozir ikki o'zgargich bor, name, age deb. Unda esa yaxshimisiz paloni, endi yosh, siz bu yil mancha yoshkansiz debchi. Buni qanday qilamiz? Print hello name you are age year old. Endi ma'no qilganda f ni kirgizib qo'ysak bo'ldi.
Bunda bolsa bunu yürgütsek enter your name deydi. Mahmutcan. Enter your age 45 desek mesela. Hello Mahmutcan, you are 45 year old. Bu qanda stringning bir formatlash usuli. Biz faqat ma'nolarni almashtiramiz. Ma'no bilan ma'ni qanda o'zgartirib o'taymiz. Endi ma'ni yana bir xil shaklda yozsaqchi. O qanda desanglar. Yani o'xshash bir shakli. Hello. Percent as you are percent as year old. Endi mana keyingichi. Percent name age. Mana shu ikisi o'xshash. Yurgizsak enter your name Mahmutjan, enter your age 45. Hello Mahmutjan, you're 45 year old. Bu stringning formati. Bu bek ishlaydi bizga. Buni qayta mashq qilinglar. Bu eng darsimiz mushakichi.